Azizlar, assalomu alaykum. Qadri baland qadrdonlar, uzoqdagi yaqinlar, olisdagi jigargo'shalar, hammalaring yaxshimi? Sizlar sog'liqlaring yaxshimi? Bugungi juma ayyom barchaga muborak bo'lsin. Qadrdonlar, tutayotgan ro'zalarda Alloh dargohiga qabul aylasin. Bugungi ibodatlarda Alloh qabul aylasin. Mana kecha aytganimdek, bog'-uroqlarni ko'rsataman degan edim. Mana ko'ringlar. Bog'-uroqlarni, lekin mana bunday setka qilib qo'yibdi. O'tgan yili har yili mana shu yerda kelib biz Mavdaxon bilan syomka qilardik, eslasalaring. Lekin bu yil setka qilib qo'yibdi. Bu setkaga endi ko'zim tushdi. Ichkariga kirishdi, iloji yo'q. Mana shu tashqaridan mana ko'rayotgan bo'lsalaring, mana bu moshin bozorlarimiz, mana bu Kirgilili yo'lida, mana kim Kirgilida bo'lsa biladi, Farg'onada. Mana u tomonni ham ko'rsataman hozir. Mana bu orqa tomonimda shu sotiladigan mashinalar. Kimgaki mashina kerak bo'ladigan bo'lsa, mana hozir endi balkim nimada aksiya ketayotgandir. Ro'za Ramazonda ko'pchilik aksiya qilyapti-ku. Mana bog'-uroqlar, lekin setka bor ekan, kira olmadim. Sizlarga kecha aytgan edim. Xudo xolasa bog'-uroqlarni ko'rsataman deb. Iloji yo'q. Mana xullaskanam shunaqa gaplar. Mana endi yana bitta yangilikni mana bilasizlar. Bayramga mana qizim sovg'a qilgan edi. Mana bu moshin. Mana azizlar. Shu meni endi haydab yurgan moshinam azizlar. Mana bitta obzor qilib qo'yayna. Iloyim mashinasi yo'qlarga mashina bersin, farzandi yo'qlarga farzand bersin. Qizdir, o'g'ildir borlariga shukr, lekin baribir nima deydi? Farzand qiz ham bo'lsa, qo'lidan kelgancha ota-onaga yordam qilar ekan, ota-onani xursand qilishga harakat qilar ekan. Mana azizlar, mashinalar g'azza ketadigan yo'l, Farg'onadan Kirgiliga ketadigan yo'l. Men hozir endi shu endi ichiga kirsam juda chiroyli joy, manzara, lekin ichkariga kirishni iloji yo'q. Mana setkalar. Mayli azizlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Barchalaringga bugungi juma kuni xayrli va barakotli. Mana bog'-uroqlarni qo'limdan kelgancha ko'rsatishga harakat qildim. Rosa gullagan quyoshli kun, mana quyoshlar porlab turibdi biz O'zbekistonda. Ona vatanim, diyorim mana go'zal chaman ochilib yotibdi. Sog'inganlar uchun, vatanda sog'inganlar uchun mana. Qorli joylarda turib, o deyotganlar mana. Chiroyli manzara. Mayli sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yo'ldan o'tayotganlar ham hayron bo'layotgandir. Bu ayol nima qilyapti o'zicha, qo'liga videosini ushlab olib bergandir. Bilmaydiki, mana shunday musofirlar uchun, yurtini sog'inganlar uchun, kimdir Amerikada, kimdir nimada, Avstraliyada, kimdir Angliyada, kimdir Rossiyalarda, Qozog'istonlarda, xullas kalom ona diyorimizdan alangalik salomlar Farg'onadan. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Mana azizlar, hozir mana shu bog'ning ichida ishlab yurgan bir akaxonni ko'rib qoldim. Menga ruxsat berishdi ichkariga kirishga. Nargi tomonda joy bor ekan, yo'l bor ekan, o'sha yerdan kirib yana ichkarilarda syomka qilaman. Mayli sog' bo'linglar. Xo'p. O'sha burchakdami? Oxirida tugashda. Burchak emas, bundarag'idan 50 metr qo'yamdi. Joy bor. Ha. Bo'pti, rahmat. Mana azizlar, bir bog'bon yurgan ekan. Men aytdim, shu bog'da men bir
syomka qilishim kerakda, qadrdonlarimga ko'rsatishim kerakda desam, chekkaroqqa borsangiz mana shu kirish qismi bor, shu yerdan kirasiz dedi. Mana hozir men kiryapman. Mana mashinani yopdim. Hozir albatta sizlarga ko'rsataman. Juda go'zal manzara. Mana azizlar, ko'ryapsizlarmi? Ruxsat berishdi. Xullas kalon mana setka qilib qo'yibdi, ko'rayotgan bo'lsalaring. Setka qilib qo'ygan. Lekin mayli kirib syomka qiling. Deyishodi. Chimchiqlar sayrashini eshityapsizlarmi? Maynalarda. Batdan visokovolt o'tganda. Mana bahor kelsa gul bo'ladi bu bog'lar degan ashula bor edi, eslaysizlarmi? Mana chiroylimi, go'zalmi? Arilar uchib yuribdi mana. Asal arilar ham rosa yayrab nima qilyapti. Mana asal arilar ham rosa yayrab asallarini, gullarini changityapti. Qaysizlar? Yaxshimisizlar? Qalaysizlar? Mana shu gullarni mana syomka qilib bog'da deb kirdimda. Kadrga tushib qolmanglar. Bular yana ikkitasi keldi. Mana shu yerda rasmga tushib olaylik deyishdi. Mana azizlar, go'zalmi? Go'zal bu olam dedi. Allohim mana shu kunlarga yetkazganiga shukronalar bo'lsin. Chunki bu kunlarga kimlar yetdi, kimlar yetmadi, to'g'rimi? Bir yil davomida mana shu ro'za Ramazon oyigacha kimlar bu dunyoni tark etdi. To'g'risi ancha odamlarimiz yorug' dunyoni tark etdi, joylar jannatdan bo'lsin. Xullas kalom, hayot yurganlar, zavq olinglar. Mana chiroyli bog'lar, bog'-uroqlar. Maldaxonni ham kelgan edim. To'g'risi u ham aytdim-ku, nevara ko'rgan, shu nevarasi bilan ovora. Borlaringga shukr, sog' bo'linglar. Ul Muhammad ashobul hurmati. Jumla bandayni duosini qil qabul. Har murodim, maqsadim ayla husul. Munda anda aylama yo Rab malul. Mandan duo qilmoq, sandan ijobat aylamoq. Sani rahmatingdan hammamiz umidvormiz. Yaratgan egam Allohga shukrlarga yetsin. Hammalaring Alloh panohida bo'linglar. Alloh uchun sizlarni juda yaxshi ko'raman. Borlaringga shukr. Mana go'zal tabiat. Jon etdi, mana rasmga tushyapti, o'tirib olishing. Sog' bo'linglar. Mana nihoyatda katta bog'. Bu bodom. Narigi tomonda ham rosa gullagan bodom, shaftolimikin bu ham. Sog' bo'linglar qadrdonlar. Mana azizlar, bugun ozgina bo'lsa ham kecha va'da berdim. Shu bog'-uroqlardan syomka qilib sizlarga nima qilaman deb, video obzor qilaman deb. Mana ko'rayotgan bo'lsalaring, endi men ishga harakat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Borlaringga shukr. Onajonim,
mehribonim, jonajonim, yagonam mening onajonim, mehribon jonajonim, yagonam mening. O'zi yemay yedirgan, o'zi kiymay kiydirgan, bor mehrini menga bergan onajonim. O'zi yemay yedirgan, o'zi kiymay kiydirgan, bor mehrini menga bergan onajonim. Onajonim, mehribonim, jonajonim, yagonam mening onajonim, mehribon jonajonim, yagonam mening. Hecham qarmang ona, aslo yig'lamang ona, baxtimga amon bo'ling mehribonim. Hecham qarmang ona, aslo yig'lamang ona, baxtimga amon bo'ling mehribonim. Jonim, mehribonim, jonajonim, bir tanem mening onajonim, mehribonim, jonajonim, baxtimga amon bo'ling onajonim.